biz ayni paytda buyuk ajdodimiz mashhur olim Ahmad al-Farg'oniy tomonidan yaratilgan miqyosan Nil, nilometr, ya'ni Nil o'lchagich maketi oldida turibmiz. Bu inshoot 861 milodiy yilda hozirgi Misr Arab Respublikasi hududida Qohira shahri hududidan oqib o'tadigan Nil daryosini o'rtasidagi Ravza orolida tiklangan. O'zi nilometr nima degani? Nilometr bu Nil o'lchagich, ya'ni u ilgaridan o'sha bilasizlar, Misrni har doim Nilning tuhfasi deyishgan, ya'ni Nil oqib o'tganligi tufayli uning atrofidan demak insonlar yashagan, o'sha yerda sivilizatsiyalar vujudga kelgan, o'sha yerda dehqonchilik qilishgan va ming yillar davomida u yerda juda katta madaniyat yuzaga kelgan. Aynan mana shu Nil atrofida, ya'ni Misrda hayotning doimiy mavjud bo'lib turishi uchun albatta Nil daryosi, undagi suv sathi, undagi o'sha toshqinlar yoki undagi qurg'oqchilikni oldindan bilish o'sha misrliklar uchun juda muhim ahamiyat kasb etgan. Shu boisdan qadimgi fir'avnlar davridayoq o'sha dastlabki nilometrlar, ya'ni miqyosi Nil arabcha so'z, demak nilometrlar qurish odat tusini olgan. Lekin oradan juda ko'p yillar o'tgandan keyin o'sha aynan Abbosiylar davrida, ya'ni Ahmad al-Farg'oniy yashab turgan davrda nilometrlar qolmagan edi. Ahmad al-Farg'oniy o'sha tegishli manbalar orqali bu haqda xabar topgan va o'sha paytda u Xorazmiy bilan birgalikda Abbosiylar davlatining poytaxti bo'lgan Bag'dodda, ya'ni Harun ar-Rashidning o'g'li shu paytda xalifa Ma'mun edi, Ma'mun saroyida xizmat qilgandi va xuddi aynan Misrda ayni paytda o'sha soliqlarni oldindan belgilash va o'sha Nil daryosidagi suvning sathini oldindan bashorat qilish uchun shunaqangi bir qurilmaga ehtiyoj borligi haqida ma'lumot yetib kelgach, xalifaning buyrug'i bilan demak al-Farg'oniy Misrga yuboriladi va u yerdagi atrofni o'rganib, demak o'sha hudud uchun zarur bo'lgan mana shu agrotexnik qurilmani yaratishga kirishadi. Bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak agar, demak bu ikki tomondan daryo oqib o'tadi va daryoning o'rtasida orol va mana shu orolning o'rtasidan aynan xuddi mana shu ko'rinishdagi quduq qazilgan. Bu quduqning tubi o'sha paytda demak Nil daryosining tubi bilan bir xil balandlikda bo'lgan. Ya'ni biz fizika darsidan yaxshi bilamiz, tutash idishlar qonuni bor. Ya'ni agar tutash idishlarni bir tomoniga suv quyilsa, tutash idishning ikki tomoni ham ayni bir paytda to'lib boradi. Bu yerda ham e'tibor qiladigan bo'lsak, aynan bu o'sha gidrostatika qonuni ham shunga asoslangan. Bu 1650-yillarda Blaise Pascal tomonidan ixtiro qilinganini yaxshi bilamiz, kashf qilinganligini Fransiyada. Va bu o'sha yerda hali demak Blaise Pascaldan demak bir 7-8 asr muqaddam aynan bizni o'sha bobo kalonimiz tomonidan mana shunday bir moslama ixtiro qilingan va bu yerda suv agar daryoning qaysi qismida bo'ladigan bo'lsa, masalan bu yerda daryo tasavvur qilaylik. Demak mana bu quvurlar orqali xuddi shu tarzda suv borib turgan. Masalan, suv ko'tarila boshlagandan keyin bu o'sha nilometr qudug'idagi suv ham ko'tarila boshlagan va quduqning o'rtasida mana ko'rib turganingizdek mana bunaqangi bir o'lchagich maxsus ustun bo'lgan va ustunda alohida belgilar qo'yilgan. Ya'ni necha tirsak bo'yi suv ko'tarilsa, o'sha yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan suv, ya'ni hozirgi kunda masalan metrlar, santimetr yoki detsimetrlar emas, o'sha paytdagi demak mavjud o'lchov tizimida o'lchangan. Masalan tirsak deyilgan bo'lsa, necha tirsak bo'yi suv ko'tarildi. Shunga qarab hisoblab borishgan. Masalan, qaysi kuni suv qancha ko'tarilib boryapti va shunga qarab keyingi keladigan kunlarning ham hisobi olingan. Masalan, yil davomida qancha bo'lishi mumkin yoki qanaqa masalan qaysi oylarda qurg'oqchilik bo'lishi mumkin. Bu har yili xuddi shu tarzda o'lchab hisoblab borilgan va bu juda katta ehtimol bilan o'sha oldindan qaysi oylarda qurg'oqchilik bo'lishi, qaysi oyda suv hajmi qancha bo'lishini belgilab berilgan va shunga qarab turib, demak o'sha paytda soliqchilar o'sha aholi yoki dehqonlardan olinadigan soliq miqdorini o'lchashgan. Shu tarzda mana ushbu nilometr uzoq yillar davomida, o'sha asrlar davomida Misr uchun ham o'sha qishloq xo'jaligi uchun ham moliya tizimi uchun muhim qurilma sifatida xizmat ko'rsatgan. Albatta bugungi kunda endi ilm-fan rivojlangan bir paytda nisbatan sodda ko'rinishdagi bunday qurilmalarga ehtiyoj yo'q, lekin vaqtida hali o'sha ilm-fan, hali hozirgidek texnika va texnologiyalar rivojlanmagan bir paytda, demak mana shunday aniq ishlovchi qurilmalarning yaratilganligi o'sha paytda bizning ajdodlarimiz qanchalik yuksak aql zakovatga ega ekanligini ko'rsatadi. Davlatimiz rahbari tomonidan bunyod etilayotgan O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazida shu zamindan yetishib chiqqan buyuk allomalarning ixtirolari, kashfiyotlari, ularning asarlari, ijodiy merosini o'rganishga juda katta e'tibor qaratilyapti va xuddi shu nuqtai nazardan demak buyuk ajdodlarimiz, jumladan Ahmad al-Farg'oniyning demak
o'ziga xos ixtirosi bo'lgan nilometrni ham aynan maketi demak O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi birinchi Renessans ekspozitsiyasidan joy oladi.